5 yildan beri shunaqa buyrak yetishmovchilik bilan og'ridi. Bu ukam uchun jonimni berishga ham tayyorman. Operatsiya qilish kerak ekan, iloji boricha tezroq. Umid qilaman, yaxshi odamlar bor, umid qilaman. Xudo xolasa hajlarga borasan. Assalomu alaykum. Bizlarni vatanda safarda ko'rib turgan saxovatli aka-ukalar hamda opa-singillar. Azizlar, bugun biz Andijon viloyati Xo'jaobod tumaniga bir ukamizni ziyoratiga kelganmiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kelinglar, xush kelibsizlar. Xola, bizga murojaat qilishingizga nima sabab bo'ldi? 5 yildan beri shunaqa buyrak yetishmovchilik bilan og'ridi. U yoqqa bordik, bu yoqqa bordik, doktorlarga harakat qildik. Oxiri sizlarga majbur bo'ldim aytishga. Operatsiya qilish kerak ekan, iloji boricha tezroq. Ikkala buyragida muammosi juda katta. Davleniyasi tushmasdan 2-3 martalab skoriy keldi. Buyragini qayta qo'yish kerak ekan, donor kerak dedi. Kim donor bo'lmoqchi bo'lyapti bu ukamizga? Bir tug'ishgan opasi egizdek katta bo'lgan, mana shu Muhabbatdoyim beraman dedi. Singlim, sizni boshingizda eringiz bor ekan. Bitta pochkangizni bu ukamizga bersiz, yarimjon bo'lib qolmaysizmi? Mening bu ukamdan boshqa ukam yo'q. Bu ukam uchun jonimni berishga ham tayyorman. Xola, bu ukamizni operatsiyasiga hozir qancha pulga ehtiyojimiz bor? Hindistonga olib boramiz. 20 mingdan 30 ming dollargacha pul ketadi deb aytishdi. Shunga ehtiyojimiz bor. Donorni topdik, pul topolmadik. Avvalo umid qilaman. Yaxshi insonlar borligini umidim shulardan. Avvalo Xudo, keyin shu odamlardan umid qilaman. Shu go'dakkina bolam men uchun doim go'dak. 2 yoshligida otasi qolgan, 2 opasi bor. Hozir mana endi katta bo'lib meni boqadigan mahallada shunaqa og'rib qoldi. 2 farzandchasi bor, qizchalari. Meni boquvchi shu bola. Xudodan tilayman. Saxovatli insonlar bor. Mard boy insonlar bor, shulardan so'rayman. Meni bolamga yordam berishsin. Azizlar, shu ukamizga yordam bermoqchi bo'lgan aka-ukalarga, opa-singillarga bularni o'zlarini hisob raqamlarini va telefon raqamlarini qoldiramiz. Hamkorbank 42 31 20 00 93 78 69 77. Uzkart 56 14 68 14 22 37 89 47. Endi Milliy bank bor ekan, 47 90 91 22 10 90 69 07. Hammasida Dostonbek Mamazulunov deb chiqar ekan. Endi Qirg'izistondagi aka-ukalarimizga M-bank raqamlari qoldiramiz. 0551 bilan 68 40 40 Muhabbat M deb chiqar ekan. Endi safarda yurgan aka-ukalarimizga 22 02 20 85 13 60 72 43 bu Sber karta ekan. Muzaffar M deb chiqar ekan. Endi shular shu ukamizni o'zi bilan to'g'ridan to'g'ri aloqaga chiqmoqchi bo'lganlarga shu ukamizni telefon raqamlarini aytib o'tamiz. +998 bilan 77 006 82 53. Alloh taolo qilgan ehsonlarimizni o'z dargohida qabul qilsin. Shu ukamizni ham tez kunlarda operatsiyadan yaxshi chiqib, yaxshi natijalarni ko'rsatishlikni bizlarga Alloh taolo nasib ro'zi aylasin. Shunday xayrli ishlarga siz bilan bizni sabab chiqsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.